Bugundan boshlab PlayStation narxi ko'tarilib ketdi. 5 slimlar narxi, ofitsialniy ko'tarilgan narxi $640 bo'ldi. O'yinlar bilan birga yozib, ichidagi to'la o'yinlar bilan birga bozor narxida $700 ga chiqdi jigarlar. Olmaganlarga afsus deymiz. Arzonlik paytida yana ham ko'tarilib ketdi. Endi PlayStation 3, 4 Pro'larning payti keldi. Negaki bular ham narxi oshib kutilyapti. Hozirgi paytda bizada 4 fat oq rangli ichidagi o'yinlar bilan birga $160 qilib beryapman. 500 GB, 1 terabaytliklari 4 slimlar narxi 230 ga $250 bo'pti. PlayStation 3larning super narxida $145 dan qilib beryapman. Optim narxida. 4 Pro'lar narxi $250 qilib beryapman. Aksiyani dodasi bo'pti 4 Pro'larga. Olishga uspet qilib qolinglar, hozirgi paytda arzon paytida.